Sen mendan pul so'ra, tushundingmi? E'tibor so'ramagin. Meni vaqtim yo'q senlar bilan ko'chaga chiqib yoki seni aylantirib yurishga. Ovqatni ham zahar qilding. O'rtoq, zo'r narsalar olib kelasan-da. O'zi seni bitta maslahatli ish bo'yicha chaqirtirgan edim. Nima masala bo'yicha chaqirtirgan eding? Erim anchadan beri o'zgarib qolgan. Sinab bersin deb o'tuvdim. Voy, jinnimisan? Shuncha yildan beri yashasang, endi sinatmoqchimisan? Sen men aytgan narsani qilib bergin. Nomerini ber, keyin o'zing afsuslanib qolmasang bo'ldi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menejerlik bo'yicha telefon qilayotgandim. Nomerimni qayerdan oldingiz? Odam xohlasa hamma narsani topa oladi. Shunaqa deng. Bo'ldi. Men sizga unda Telegramga zakaz tashlayman. O'sha yerga keling, o'sha yerda gaplashamiz. Ha, o'rtoq, ering o'ralib qoldi-yu, bu yog'iga nima deysan? Sen shu narsani oxirigacha yetkazib ber, menga isboti bilan kerak. Sizdek chiroyli qizga qanaqa ish topib bersam bo'lagina? Mani soham o'zi menejerlik. Siz qanaqa ish bersangiz ishlayveraman. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, Kakras bizda menejerlik joyi bo'sh edi. O'sha yerda sinov muddatida ishlab turing. Yaxshi ishlasangiz, keyin yana boshqa joyga ko'taramiz. Nima deysiz? Unda qachondan ishga chiqsam bo'ladi? Xohlagan paytingiz ishga tushsangiz bo'ladi. Hozir 1 minut. Alo. Assalomu alaykum. Ha, gapir tezsiz. Qayerdasiz? Biznes hamkorim bilan birga suhbatlashib o'tirdik. Qachon kelasiz? Bo'pti, o'zim qoraman senga. Qo'yib qo'ydilar. Xohlasangiz hozirdan ishga tushsangiz ham bo'ladi. Menga qarab, kam ishing tashlaganda mama qizi hamma ish bilan tanishtirib chiqqan. Albatta. Menga qarang-de. Menga hech qanaqa ishingiz kerak emas. Sizning ayolingiz meni dugonam bo'ladi. Erimni sinab bergin degandi. Gumonlari bekorga emas ekanda. Har bitta insonni o'zini tarixi bo'ladi. Manmi pul. Xohlasang ayolimga borib ket, xohlasang baxtli hayot yasha. Mana ozgina ishlarim bor edi. Gaplashamiz. Alo. Nega telefoningni ko'tarmayapsan, o'rtoq? Boyagi masala bo'yicha ering oldiga kelgandi. Ering sen o'ylagan odam emas ekan. Gumonlaring noto'g'ri chiqyapti. Bir farishta Feride esa so'zlari cheksiz bo'lgan qishloqdan go'zal bu qiz istardi boylik modellik biznes o't tunlar uyqusiz kutardi sabrsiz